Assalomu alaykum qarindoshlar. Javadan asos yurish darsimiz xush kelibsiz. Bu bizning 39-qismlik darsimiz. Biz bu qismdan boshlab yangi uqum o'rganamiz, ya'ni Javaninki collections, to'plamlar degan gap. Collections deymiz, Java collectionsni. Hamda mush collection yoki to'plam Javaninki mush to'plash ramkasi, mush Javaning yadroli qismlarining birisi. Hamda bu to'plamlar yoki collections desak bo'ladi, inglizcha uyg'urcha ham to'plamlar degan gap. Mush har qanday program tilida mayli Java olamdi yoki Python yoki boshqa har qanday program tilida hammasida mush collections bor, Javaninki to'plamlari bor. Hamda mush program tuzishlarining ko'pinchisida masalan bu to'plamlardan qaysi desanglar, list, set, map, queue. Hamda bu map degan bu ayrim bir o'xshamaydi, lekin bu bir to'plam. Hamda bu to'plamlarning qatoriga kirgizamiz, lekin bu list, queue, setning o'xshamaydigan ayrim bir interface. Hamda bu diqqat qilgan nuqta, bularning hammasi list bo'lamdi, queue bo'lamdi, set yoki map, bularning hammasi interface. Men interface to'g'risida abstraction degan uqumni OOP-niki tafsil so'zlagan. Shu darsdan ko'rib olsangiz bo'ldi. Hamda shu Java, shu JDK 1.2 dan burun, 1.2 dan keyin shu collection'ni qanday? Collection ya'ni to'plam ramkasi deb ramkani ishlatish boshlagan, bu qurib, ayrim bir qurib. Hamda bu to'plam ramkasi, to'plam interface, masalan collection interface qanday desanglar ikkisi bor. Birisi masalan Java.util.collection bular shu set, queue, list uchun ishlatadi. Masalan mushular uchun. Yana birisi map uchun, ya'ni java.util.map. Mush ikkisi hamda Javaninki collectionlarini to'plamlarini qanday yildizi deb qarasak bo'ladi. Hamda biz bu hammasini masalan list qarasanglar, bu bir collection hamda. Bir to'plam. Bu list, array list, linked list, vector, stack bor. List interface bo'lgan bilan ular class. Ondan keyin queue'da bu interface, lekin qanday priority queue, DQ, array DQ, mushular qanday DQ interface, lekin ular class. Endi set qarsanglar hash set, link hash set, sorted set, tree set, bular mush set collection o'tadi. Ondan keyin map'chi hash map, link hash map, tree map, hash table. Ondan keyin sorted map. Bular shu map collection o'tadi, map interface ga. Bularning ham har birisini birdan o'rgansanlar yaxshi, lekin biz hamda Java ochiqcha bo'lmagan ekan. Bizning o'zimizdan chiqadigan asosli qanday shu masalan list, set, map uchi asosli. Ondan keyin array list shularningki ba'zi hash set, hash map, masalan userlardan ko'pincha so'raydigan nima so'raydiganlar, hash map bilan hash table ning farqi nima deb so'raydi. Hash map bilan tree map ning farqi nima deb so'raydi. Ondan keyin tree set bilan hash set ning farqi nima deb so'raydi. List bilan set ning farqi nima, map bilan list ning farqi nima degandek bunda so'rash mumkin. Dasa, eng avvaldan men bu Javaninki to'plamlardan qanday listdan boshlayman. Bu bugungi dars qanday listdan boshlandi, ondan keyin set, map ularni hammasini bir-biri so'zlab o'tma. Undan so'ng men Eclipse ochay. Men package'dan birini quray. 39 qo'y. List to'g'risida to'xtalamiz. Bizdan list demo deb qo'yay. Hamda list degan nima deganda bu collection'ningki bir ball interface, child interface deymiz. Bu list qanday alaylik beradi desanglar, tartiblik bu. Bu bir tartiblik collection bu. Ya'ni tartibli to'plam deymiz.
ordered collection. Men emli misaldan göz koymas sizga. Andan keyin yana qanday desanglar, listni qanday alaylik olsanglar, o'xshash bo'lgan tekrar elementlarni ishlatishga bo'ldi. Duplicate deydi inglizcha. Tekrar o'xshash. Endi asosli alaylikmi shu? Ordered andan keyin qanday duplicate valuesni yo'l mana ruxsat qildi demoqchi, ba demoqchi. Chunki bu bir bunun için element kirib, hamda tertib, nima tertib to'plam desanglar, mush ichiga element kirgizgan chaqda bunun qanday mush tertib bilan kirgizamiz, 1 2 3 4 deb. Bu listning o'zi qanday? Interface. List interface. Bu listga array list degan class array list deydi. Array deganni-ku biz. Bu array list degan bu bir class bu. Bu class ash list qanday qiladilar? Implement. Insonmi? Interface ga implement qilamiz-ku? Implement. List ga implement qiladilar. Bu list degan nima? Interface bu. Bu list emniyet en ahir qaysi interface'ga nima qaysi class'ga desanglar, bu hammasi nima? Collection'niki. Collection'niki. Endi men hozir emli misollarni shuni ko'z qo'ymay birim-bir. Masalan, listni qanday qurmaymiz degan chaqda. Diqqat qilinglar. List. Shunaqa? Undan keyin man diamond deydi inglizcha. Ma tirnoq ko'rdingmi, kichik tirnoqni? Ichib buning ichiga wrapper class yozamiz. Wrapper class esinglarda bormi? Wrapper class. Masalan, yoki bo'lmasa biz soliq ma'lumot tipi o'rgangan chaqda g'ayri soliq ma'lumot tipi, masalan, ibtidoiy soliq ma'lumot tipi bilan g'ayri ibtidoiy soliq ma'lumot tipi o'rgangan shunaqa-ku. Primitive data type, non-primitive data type deb. Integer ma'u qanday non-primitive yoki wrapper class. Primitive bo'lsin bo'ldi int. Esinglar keldimi? String. Shunaqa yancha double. Yana character degandek hammasi. Masalan, hozir biz list qurgan chaqda san kirgizmoqchi-da men mana ichiga. Shunga bir to'plam, ya'ni bir to'plam bu. List deganing uyg'urcha ma'nosi tizimlik degan gap. Men hozir sonlar tizimligini qilmoqchi-da. To'plamni o'rgangan bo'lsa, to'plamning ma'nosini bilsizlar. To'plam desa men Turkiyadagi jamiyat deb tushunaman. Integer. Mesela mylist deb qo'yay. Ismini nima deb qo'ysak bo'lardi-ku. List qurgan chaqda. New o'xshash ya. Ash obyekt qurgandek ham qursizlar. Endi men nima quramiz? Array list. Ma array list chunki class. Mishagim qanday? Integer. Endi men qizrol, nemish qizrol desek, men import qilsak, men kirgizmasak bo'lmaydi. Listning kimi qanday? Java utildan kirgizamiz. Mana Java util list and array list qanday? Buni kirgizmasak bo'lmaydi. Java util array list. Kirgizuq ma'noga. Buning endi mana integer oldida quryapman. String desam bo'ldi, double desam bo'ldi, character desam bo'lardi. Hozir men sanni bo'lgan ekan integer deb qo'ydim. Men integer o'rniga string, character, double degandek qolgancha soliq ma'lumot tipini g'ayri ibtidoiy soliq ma'lumot tipini almashirsam bo'lardi. Endi buningga
Men element kirgizma, bunaqa aza kirgizma san olgan ekan. Buni hozir besib chiqarsak ishim chiqmaydi, ichida hech nima yo'q. Birim kirgizmadi shunaqa. Qanday kirgizma desak? Add elements, element day yoki value, qimmat kirgizma desak. Bunday qilinglar. Shu my listga add Muşumu 0,1 indeksinden başlandı. 0,1 2 3 0'dan başlandı. 0. indeksga 0. indeks kirgizmoqchi bo'lsam qanday? 0. indeksga 7 kirgizay. Men yana main class qurishni unutib qolibman. Main class bo'lmasa buni yurgizib bo'lmaydi. Bu main classdan yurgizildi. Shuni qizdirib oldi. Masalan 0. indeksga 7 kirgizdim. Birinchi indeksni ham kirgizma. 4 ni kirgizib qo'yay. İkincisiga yana 7 kirgizay. Qanday bir tartib bor demoqchi. 0 1 2 ma tartib deganim shu. Ordered. Ondan keyin o'xshash sonni takrorlikni yo'l qo'ydi degan mana 7 ni 2 qitim kirgizdim qo'y, hech nima bo'lmaydi. Keyin ba'zi to'plamlar uni unutmaydi, takrar bo'lib qolsa unutmaydi. Mesela ben yana birini quray. Listdan. Mesela burada character harf kirgizay. Character. Mana alam qo'yib qo'y, oson bo'lsin. O'xshashligini qanday? 0. indeksga nimani kirgizamiz? Sen i ni kirgizay. Harf chunki ma character. Sen men 1 deb yozsamchi? Men qizdirib oldim bu. Ma'no xarakter nima? Character ma. Cho'qim harf kirgizamiz. Birinchisiga T Şöyle olaman. İkincisiga yani team kirgizib qo'y. Bo'laverdi. Mana bu listni qurish, array list deydi. Ko'pincha array listni ishlatamiz. Ko'pincha uchragan chog'da mesela men miyadan my listni print qilib chiqaray, besib chiqaray. Şuna bir vaslan besib chiqarsak bo'ldi. Ma'nodan qanday? Mana besib chiqaray. Mana 7 4 7 i t t. O'xshash bunda tartib bor, undan keyin qanday? Tartib bo'yicha. Undan keyin o'xshash sonni yo'l qo'ydi demoqchi. Mush listdan ishkala aytilmish. Inson uchun tutinglar. Keyin so'raydim, tamda jiq so'raydim ishni. Hamda men qo'shdim go, element qo'shdim. Elementni ilvertkil bo'ldi bunda. Mana remove yoki element yoki value qimmatini ilvertkil oldu mesela. Ma'nodan i ni ilversam i ni i qanchinchi element? 0. indeks shunaqmi? 0. Shunga men bevositalam remove ilvertmek degan gap inglizchadagi. 0 ni yozib qo'ysam, hozir men 0. indeksni ilvert demoqchi. Shuni besib chiqsam,
ma'noni qilganda i yo'qolib ketadi. i'ni remove qilib ilib etdim. Index bo'yicha ilib olamiz. Manchinchi element 9-chi index masalan 10 element bo'lsa 8-chi element bo'ldi. Ondan keyin yana birisi ma'lum bir indeksga qimmatini ham besib chiqarib oldi. Yoki shu masalan sonniki qarasanglar. Men mana yana sonni qatay 3 yüzde. Hozir men 3-chi indeksini ham besib chiqarmoqchi bo'lsam sonni. Mesela sen o'zgartirib 100. Men bu ishlar 100 dan besib chiqarmoqchi bo'lsam qanaqa qilaman? Masalan print element or value. Shunaqa o'xshash-ku. By index number. Index nomeri alsam besib chiqarish demakchi mana. Qanday besib chiqarmaysanlar, masalan sonniki maylistigi son. Get mana metoddan foydalanib besib chiqaman. 3-chi qanday 100 qo'y. Mana 100 ham chiqadi. Agar men 0-chisini qilsa qaysi chiqadi? 7 qo'y, men 0-chisi 7. 7 chiqadi demakchi. Faqat ash index nomeridan besib chiqarishni ishlatadi. Bu projektda jiq ishlatamiz. Bu collectionni back ishlatamiz. Masalan, vaqt kelgan chaqda bir web elementni topsak, o web elementninki ba'zida o'pma o'xshash locators bo'lib qoladi 4-5. Uni list altida quramiz. Web elementlarni list altida quramiz. List altida qurib ba'zida 2-chi yoki 3-chi web elementni ishlatadigan ayda ishlar chiqib qoldi. Uni keyin project tushunasizlar nima demoqchi bo'lganligimni. Ondan keyin yana bir metodda biz ma 100 bag'o, mana shu 100 bag'o ash ma'lum bir qimmatni yana bir qimmat bilan almashtirib olamiz. Ma'lum bir qimmatni yana bir qimmat bilan qanday almashtirib olamiz. Replace deymiz almashtirishni. Replace elements yoki value. Qanday almashtirmaymiz desanglar, men shu 100 ni almashtirib o'taman. Shmaylistdan set deb bir metod bor. Indeksni kirgizamiz. Bu qancha indeksi? Mana bu 100. 3-chi indeksi. 100 nechaga almashtirib o'tamiz? 99 almashtirib o'tay. Endi besib chiqarsak. Maylistni. Eng asli qarang, hozir 7 qo'y, mana hozir cho'qim 99 chiqish kerak. Mana ichidagi 100 ni o'rniga. Buni set bilan qanday almashtirib o'taymiz demakchi. Masalan, ma metodiga darj qo'yib qo'y. Birinchisi darja emas sonini, ikkinchisi ko'p ishlatilgan metodlar. Ma 3-chisi ma qanda 4-chisi. Bunlar ko'p ishlatamiz, almashtirib, qimmat o'zgartirib. Endi men nima dedim sanlar? Listni o'z interface. Array list qanday class bu. Mana shu ikisini farqini bildiringlar. List degan bir interface, array list qanday class. Endi bu listni biz bevosita ishlatamaymiz. Faqat qanday vaqt ishlatamaymiz desanglar, shunga shu class mush interface'ni qanday implement qilganlar shakl bo'ldi. Shuni biz mana oxirga array list classdan birini implement qilyapmiz. Mesela bir sürü tane de sorusu mümkün. Sorusu mümkün diyeyim list diyen mi list interface mi ya ki array list interface mi diyen de kaymakturmak çizgilerine kaymaktur mende bazı olan sorusu mümkün. Şu vakti asıl kaymakturmay kanda doğru cevap verelsen buldu. Anladın ki bunu besib chiqargan chaqda biz mana bevosdan besib chiqardik shunaqa. Endi yana birga biz bu o'zimiz yana boshqa qanday usul bor desanglar. Iterate deb yana bir usul bor buni. Men yana bir class quray uning uchun. Masalan uni
city deb qo'yaylik classning ismi. Emas bu. Bu classga yaqinda shahar list shaharni yozmoqchi bo'lsak bu string bo'ldi, shunaqa. List my city yoki ol shahar 6 city array list. Mana shu qiziq oldi. List interface'larni classni cho'qim import qilishimiz kerak. Üstlük tutib, bu saqlam o'zi import qilgan tanlashni berdi. Endi qanday 6 city'ni qatimiz hozir. Qaysi 6 city bor? Amdilik index qilmay bivas qilsak ham bo'lardi. Masalan, Tokyo, nima bizningki 6 city demoqchi emas, ya'ni qolgancha 6 shahar ne demoqchi? 6 city New York, Ürümçi, Paris, London day. Buni adat qanday besib chiqarmayapsan? 6 city'ni mushaklamyapsan. Besib chiqardi bu. Mana. Besib chiqdi demoqchi. Yoki misol loop orqali qana? Loop orqali besib chiqarib bo'ldi. Qanday besib chiqardi desanglar, loop bilsanglar for loop 0-nji qanda Tokyo shunaqa 0-nji shu order degan shu. Endi ma necha element borligini qanday topmaymiz deganda, shu nimaga arrayga o'xshashlar, stringga o'xshash yoki ularni length bilan topdik, ammo ma listni qanday size bilan. Shunday ishni topdimmi? Hozir divda qancha element bor degani qanday? Size bilan. Mesela men ma'lum qilsam, hozir 4 element bor, shu 4 elementni qanday topamiz? My list size. Bu bir son chiqish kerak ya. Mana 4 element var, size. String bilan array qanday length deyishnaman. Mana shunga iterate qilganda qanchinchi elementgacha mana takrorlaymiz deganda 6 city'ninki qanday? Necha element bor? 6 go. Men 6 deb yozib qo'ysam bo'ldi, lekin bu har qitim o'zgarishi mumkin. Shunga bevoslam size desak, qancha element bo'lsa shu yergacha chiqarib turdi degan gap. Bunga qana increment. Buni qanday besib chiqaramiz? 6 city'ning har bir elementini index bo'yicha besib chiqargan nima edi? Get methodda. Get method I 0 1 2 3 4 mishni son 6 gacha bo'ladi demoqchi. Mani yurgizsam qanday? O'xshashlar. Ma tik bo'ldi. Tik chiqdi chunki har birisini birdan. Endi mani yanto qanday chiqarmayapsanglar, men alan ilvasam yanto bo'ldi. Bilsanglar, alan ilvasam yanto bo'ldi, lekin men choplish oldi. Endi buni qanday arimatsak? Miyaga bunda pesh yozib qo'ysak ham arildi. Mana bir bo'shlik qo'ysam, texim yaxshi arildi demoqchi. Endi bir qanday for loop bilan besib chiqarsak ham bo'ldi. For each loop bilanmi besib chiqara olamiz yana. Mesela mouse string o. String
bir yeni isim qo'yasiz shuning uchun. Va toplam. Bu toplamning ismi nima? Six City. Mana shu nima bilan besib chiqarsam ham bo'ladi hozir str bilan. Manga pesh qilib qo'ymsam chaplashib oldi. Bu ham tik bo'lib oldi endi ln ilmesam ham bo'ldi. Nimishqa chaplashib oldim yerga? Quratlı tutay. Bir bo'shlam yazsam quratlaydi. Mana. Hozir qanday 3 xil besib chiqarishni o'rgandik-ku. Mavu ko'p uchraydigan 5 nimsini metodni ezberdim-ku. Mushuni ko'proq mashq qilib biringlar. Chunki mushuni biz eng ko'p ishlatamiz, hattoki sizlar haqida shu bir project ishlab qolsanglar, mush 5 metoddan bek ko'p foydalanamiz bularnikini. Yana bir o'ylab boqay. Ma 5 yana qoldimi o deganda. Bevoslam hammani ilib turadigan. Masalan, men basam hozir 4 lam element var. Hammani qanday jo'ytman biroqlam desanglar, clear degan metodni jo'ytaman. Masalan, my list clear desam, hammasi sho'lib ketdi. Hech nima yo'q mana hozir my listni besib chiqarsam. Qarang, hech nima yo'q. Clear hammani qanday yuvib o'tadi degan gap. Ichidagi hammani yuvib o'tadi. Ondan keyin eng oxirgi elementni topmoqchi bo'lsak qanday? Last index of. Mana yuvib o'tmay turay. Mush eng oxirgi element nima? Mana 99 dan yoki nim bo'lishini qat'iy nazar bir to'plamdagi yoki listning ichidagi qanday? Eng oxirgi elementni qanday topamiz desanglar. Last index of. Last index nima bo'ldi? Bu tekrarlanish sonini chiqarib turdi eng oxirgi elementniki. Ondan yana muhim birsi contains degan. Mushu listning ichida ma'lum bir element bormi yo'qmi degan. U qanday desanglar? Masalan, bu listning ichida 100 bormi yo'qmi deb qolsak, true or false ham bo'ldi bu. Baya yo'q bo'ldi. Keyin if statementni chiqishimiz buni. My list contains sen 100. 100 bormi? Yo'q, shun false. .99 True. Ma last index of degan ma 99 ning indeksi demakchi. Index 3. Ma contains 99 o'sqanda true. Bag'u 99 degan. 99 qancha indeksi? 0, 1, 2, 3. 3-chi indeks demakchi.
Hozirgacha shu 8 metodni o'rganib tursangiz bo'ldi. List darslik mushagicha bugun. Tushungan nuqtasi asli inkas shakl qoldirsangiz bo'ldi. Ko'proq mashq qilib beringlar, ko'proq o'rganinglar. Hozir Javadan emsizlar. Oxirgi bosqichga kelib qoldinglar. Java darslikim tugadi deb qoldi. Endi o'zingizlarning o'zingizdan chiqqidek qolgan materiallarni Tordan izlab, Googledan izlab degandek chiqara olsanglar bo'ldi. Bugungi darsimiz mushagicha. Rahmat.